O'rtoqlar, biz sizlar bilan kelishuvdik oldingi videolarda. Bularning ismini aytmanglar, qaytarmanglar deb. Sizlar aytuvdinglar, Amerikadan O'zbekistongacha kela olmaydi deb. Mana O'zbekistonga kelibdi. Agar nima haqida gap ketayotganini tushunmayotgan bo'lsanglar, mana shu videomizni ko'ringlar, tushunib olasizlar. Va biz esa davom ettiramiz. Bu aslida hozirgi ko'rgan kadrlarimiz O'zbekistonning Yangiobod konida bo'lib o'tgan ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kon Sovet davridan beri tashlandiq holda qolgan. Bu videoni muallifi aytishicha, konning uzunligi 20 kilometrgacha yetishi mumkin ekan. Bu kondan Sovet davrida uran qazilma boyligi qazib olingan. Endi boyga qo'rqinchli ovozlarga keladigan bo'lsak, muallif va uni o'rtoqlari bu videoda qanaqadir chuqurlikni, uzunligini bilish maqsadida yoki tosh otib ko'rishyapti va tosh otishgandan keyingi eshitiladigan ovozi to'g'risi meni ham qo'rqitib yubordi. Endi vaziyatga mistik tarafdan emas, real qaraydigan bo'lsak, katta ehtimol bilan bu qanaqadir hayvonga tegishli ovoz bo'lsa kerak. Nima bo'lganda ham fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu qanaqadir hayvonmi rostdan ham yoki ular Amerikadan O'zbekistongacha yetib kelishga ulgurishdimi? Keyingi videolarda ko'rishguncha.